Uzoq yo'lga chiqqan haydovchilar yo'lda qizlar va yigitlarni uchratib qolishadi. Odatda qizni majburlashadi. Meni tashlab qo'ya olasizmi? Qayerga boryapsan? Bu yerda yashamayman, sayohat uchun kelganman. Ularda pul yo'q edi, lekin baribir boshqalarga o'xshab sayohat qilishni va ularni mashinaga solib olib ketishdi. Ayol kishi yolg'iz yurmasligi kerak. Juda jasur ekansan. Qani kel, mashinaga o'tir. Katta rahmat. Space TV Instagram va Telegram kanali uchun maxsus ovozlashtirilmoqda. Bizni kuzatishda davom eting. Qorong'i tushguncha kutib turadi va keyin esa mashina ichida qizni zo'rlaydi. Yana qarshilik qilsang, seni o'ldiraman. Qanday ekan? Xohlasang, senga o'sha qizni olib beraman. Chinam aka, siz aytgandek burningiz va ko'zingiz bor. Chindan ham bechora sayohatchi qizni uchratdingizmi? Agar ishonmayotgan bo'lsang, mashinamni tekshirib chiq. O'shanda rost yoki yolg'onligini bilib olasan. Hojatga borishim kerak. Keyin yo'lga chiqamiz. Shunchaki maqtandingiz. Bu sahroda go'zal ayollar bor va siz hali ham menga ruxsat berasizmi? Hoy, salom kelishgan yigit. Va, juda chiroyli. Xullas, hoy yigit, biz kollej bitiruvchilarimiz. Bu yerga xayriya asosida sayohatga kelganmiz. Xayriya sayohatchi qizlar? Chindan ham bunday qizlar bormi?